Uchidan chap tomon. O'ng tomoningizda boshlanish degan. boshlanishi. Uni uchingiz ham yurishlari juda og'ir. Mana. Bu eski emartisida mana ko'rsat mana. Eski emartida mana dog'ni ko'rsatdi mana. Ko'rsatyapsan mana bundan dog'. Ko'rinib turibdi. Mana. Hozir mana bu. Mana. Mana bu. Ko'rinib turibdimi mana? Mana shu dog'lar mana. Mana shu dog'lar. Mana. Bu eskisi mana. Mana buni ko'rdingmi? Mana bunda yana yengisi mana. Mana. Mana bor. Yo'q ham. Lekin mana qara. 2,5 yil o'tdi. 4-5 marta lichina qilyapmiz. Har 6 oydan kelyapsiz. Sizdan 6 oydan kelyapti. Zato o'zini ta'zini, o'zini suyagini saqlayapti, o'syapti. Mana buni o'stirsa bo'ladi. Hammaga operatsiya qildiryapti-da hozir. Mana misol. Bunaqa misollarimiz juda ko'p. Nima deysiz aka? Rahmat aka, boringizga shukur. O'sha vaqtda nima dedim sizga? Davolasa bo'ladi. Faqat bunga vaqt kerak, organizmni tiklab olish kerak. Buni organizmni regeneratsiya qilishi uchun muhit yaratish kerak-da. Toz son bo'g'imidagi nima sababdan kelib chiqqanligini yo'qotish kerak. O'sha yerga kerak bo'lgan mikroelement kelish kerak, qon kelish kerak, eng samogramli yaxshi qon kelish kerak. Nagruskani olsang bo'ldi.